Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz yangi loyihamizga start beramiz. Bunda biz eski so'zlar aytamiz. Hozirgi zamondasini aytishingiz kerak bo'ladi. Avval o'zingizni tanishtiring. Aniq va tabiiy fanlar fakulteti texnologik ta'lim yo'nalishi 1-2 guruh talabasiman. Musayeva Mozamxon bo'laman. Sizga eski zamondagi so'zlar aytaman, hozirgi talqinni aytib berasiz. Boshladik. Sarkarda, Askar, qo'mondon. Ikkinchisi zindon. Zindon. qamoqxona, To'g'ri. Uchinchisi tabib. shifokor, To'g'ri. Oxirgisi safar. sayohat. Siz to'rttadan 3 ta topdingiz. Rahmat qatnashganingiz uchun. Yana bir ishtirokchimiz bor. Bular bilan tanishib olamiz. Men boshlanish ta'lim yo'nalishi 1-guruh talabasi Adhamam Ishtariy. Aha, sizga eski so'zlar aytaman. Hozirgi talqindasini aytib berasiz. Boshladik-a? Birinchisi maktub. Xat, To'g'ri. Ikkinchisi muhr. Muhrni hozir nima deymiz? imzo, Muhr. muhr, Muhr. muhr. Muhr nima? Davom etsin. Uchinchisi mushrif. Mushrif. Yozuvchi, mushrif. Yo. Muhr pechat. Mushrif nazoratchi. Nazoratchi. Oxirgisi mirzo. Mirzoda nima deydi hozir? Mirzo nima deydi? Kotib. Rahmat qatnashganingiz uchun. O'zingiz tanishtirasizlar. Hop, biz navbatdagi ishtirokchimiz bilan tanishib olamiz. O'zingiz tanishtiring. Rasulov Jo'rabek. Sizga eski so'zlar aytaman, hozirgisini aytib berasiz. Boshladik-a? Birinchisi bayoz. Bayozda nima deymiz? Bayoz. Bayonmi? Shunaqa. Yo'q, topaman. Daftar deymiz. Ikkinchisi bayt. Baytda nima deymiz? She'r. To'g'ri. Uchinchisi bitik. Bitik. Yozuv. To'g'ri. Oxirgisi ajal. O'lim. To'g'ri. Siz to'rttadan 3 tasi to'g'ri javob berdingiz. Rahmat qatnashganingiz uchun. Yo'nalishi kafedrasi tabiiy fanlar boshqa toli. Navbatdagi ishtirokchimiz bor. Tanishib olamiz. Aniq va tabiiy fanlar fakulteti texnologik ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi Salomon Hayot. Hozir sizga eski so'zlar aytaman. Hozirgi niqasini aytib berasiz. Talqinini birinchi so'zimiz maskan. Maskan, Maskan. yashash joyida, Joy. To'g'ri. Ikkinchisi farmon. buyruq, Buyruq. To'g'ri. Uchinchisi qozi kalon. sud, Sudya. sudya, Oxirgisi muallim. o'qituvchi. To'g'ri. Siz to'rttadan to'rtta javob to'g'ri topdingiz. G'olib bo'ldingiz. Sovg'amiz bor albatta, beramiz. Rahmat.